O'zbekistonningki operaymiki ishlagan Ulug'bek degan bir drama bor. Ikki qism shu videosi bor menda. Shuni evatib qo'yay. Vaqtinglar chiqsa ko'ringlar, 2 soat vaqtinglar ketadi. Bak echinish chiqamdi shu. Bak esli ishlangan bir opera drama shu. Hicri Undan keyin 853, melodiy shu Rishad Abbosning dadasi Abbos Burxonninki Samarqand osmoni. nashr qilgan kitobini men keyin shu İstanbul'da kitap setib yurgan vaqtimda Buyuk to'fon oldida oxirgi mezgilga to'g'ri kelgan chog'da bir holat og'ushida yashab. shuni tepib PDFni Shohrux vafotidan keyin kitobda biz taqat qizdim shu. oqibatida yuzaga chiqqan Biroz parcha bostirib, undan keyin kitobxonlarga qo'yib etdim uni. Mesela kelganlarga duringlar. otasi Sassalom Mavaroun deydi. Nahr hukmdori va buyuk alloma Onun Olim PDF'i Mirzo var men. Ulug'bekka Yo'llab qarshi bersam bo'ladi. bosh ko'targan payt. O maqolani ovozli qilib bir o'qib qo'yish niyatim bor edi, uni o'qib qo'yma. Asrlarga arzigulik kashfiyot Aylansak bo'ladi. Bek muhim material uchun. ilm mulki saqlanayotgan Endi shu Nobel fizika mukofotini erishgan shu doktor Abdusalom nima? dunyoga mashhur olim donishlar taqdiri. Pokistonliklar Xullas, o'rtada. Ulug'bek hukmronligi davrida shakllangan o deb shu yakshak degan shu. ma'rifat, ilmu urfon, O keyin halokat o Shveysariyadagi bir ilm-fan tadqiqot markazida bir universitet professor bo'lib ishlaydi ekan yerda. Ama bizdeki Shveysariyadagi doktor Abdushukur aka Yevropa Uyg'ur akademiyasininki boshlig'i Puchaliq aka kompyuter injeneri doktor Abdushukur MTV'nga deymi Abdushukur aka. Shu akamniki bilan qilgan bir suhbatim bor meniki. İlminin zakitini belgeler degençe şu sohbette var mı şu Doktor Abdüsalom Toğruluk paralarımız var. Onun için işte üretme 2018 film kalgan ben şu. O çağlarda da işlediğin teknik bulmak aşkı bende şu türlü yalvar yürüp yeğeni kes miyeni ola. Miye gümanı minesini yaz digenle yazdırıp bulanma gelip koyup koygandım. O materialını da paylaşsam ilan kılıma. Belki isil bir şey sohbet oldu. Onun dikine Doktor Abdusalam'ınki makalesini mi avazlı okup koyma. Belki bu konuda çünkü isim diyor hazır. PDF'ni yollab koyma. Onun dikine Ulug'bek degan badiiy filmni, dramani onu mu yollab koyma. Ko'rsanglar bo'ladi. Felekteki sabıtı Yani bugünkü dini anlayış Sünni tercihinde bakıyoruz. Şimdi bakın ilk medrese Orhan zamanında kurulan, onun ilk müderrisi Davud Kayseri, İbn Arabi'nin tasavvuf felsefesini diyor. Fakat zamanla ama mesela 2. Murat zamanında da Hacı Bayram şüphesiz yürekte duracağım. diyor değil mi? Abdülbay 2. Murat. Yürek esrarı. Fatih medreselerde kurduğu zaman kimi kullanıyor? Kim kuruyor üniversiteyi, o medreseleri, Semaniye medreselerini? Bir Ali Kuşçu şeyden gelen, Orta Asya'dan gelen bir Ali Kuşçu kuruyor. Ve akli ilimleri okunuyor medresede. Fakat 2. Bayezid de siyasi bir reaksiyondur. 2. Bayezid devri, Fatih devrine. O akli mantık falan onları kaldırıyor çünkü din anlayışını, İslam'ı bozuyor. İfsad ediyor diye kaldırıyorlar. Felek yapıyamam. Allah razı olsun ki. O Fatih Altaylı bilen Osman İnancık diyen adam ikisinin kirfiyip diken. Feleknin nihayetsizliği ki. Bunun da şu Osmanlı'nınki şu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi kılgandan keyin bu alaka Orta Asya'da üzül dadısını öldürüp etken Ulug'bek'ni öldürüp etken onun oğlu açıyor. Sırrını bilalmasligim. Ulug'bek diyen adam o Ana padişah Veytul Cevza yıldızı. hem
astronom uçu, astronomi alimi. O adamın hesaplap çıkan kalendari acayip iniq hem düşün. Onu ma Avrupa itiraf kılıdı, Amerika itiraf kılıdı, bütün dünya onunki alim işlerlik itiraf kıldıgan bir padişah uçu. Hem de özünün oğlu çıkıp, özünün etrafındaki başka mollalar oğlunu küçüketip, senin dadan aşı asman bilen lakip kılıp, aşı bu kaillik kılıp uçu, aşına kılıp ma yeryüzü bilen, özününki hakimiyeti bilen, özünün padişahlık bilen həpələşməyi, işin için tutmayı, asmanga qarab monacemni qilib yuydi. Yıldızlığa qarab paliçe yuydi deb, ayna kükütü yürüp ahir dadısını beşini ağızdı düşü, öldürürdü. Yani onunki, o padişahınki, Ulu Bey'inki, eli kuşu deb, yakında bir vezir var. O vezir matematik alemi uçu. Ama şu astronomiyeden biladi, dini ilimden biladi. Ahire padişah ölüştün burun, evvalini tutup etkendiğin kin, şu bilen bir kança adamla Nurullah kitap bilen haşırıntıda yol basalıdı. Elif Çekin İstanbul'a kilidi. İstanbul'da aşı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih kılıp Roma İmperiyasını neçe bin yıllık Roma İmperiyasını mağlup kıldı. Araplar neçe yıl güreş kılıp alanmagan İstanbul'u ahire Fatih Sultan Mehmet alıdı. Onun kanı ağalık, doğruluğunun tarih materyalleri var. Ama Osman İnanıcık diyen adam, bu özü 90 yaş ölüp gitti o değil mi? Bu adam 70 yaş geldi tatip Osmanlı tarihini mükemmel yazıp çıkan adam. Benim bu adam devatıda yedi. Fatih Altaylı soravatı o adam türmede hazır. AK Parti itikip etti onu. Fatih Altaylı Osman İnanıcık'tan soraydı. Bu Osmanlı'nınki dini inancı, dini itikadı nime degendinkin adam davatıda bu akli tefekkürge bek yol koyuversek bulmaydı ki de o Fatih Sultan Mehmet'e karşı Beyazıt degen adam bu şu sufizmni aklının yolunu itip şu sufizm nimisini devletinin dini kılıp müşterek mağdu diyen tarikadan kısa bir söhbetki bunun to'liqini ko'rsak terim yaxshi tushunamiz. Ajib qildi. Endi shu Nobel fizika atomni parchalab qo'lga tutib qo'ydim degan olim, Nobel fizika mukofotiga erishgan doktor Abdusalom degan odamninki Kuveytda Dünya Yaş Musulmonlar Teşkilatı ning taklif qilgan yig'inda so'zlagan bir 30 betlik bir makalesi var, leksiyasi var. Şu leksiyani makala kitap qilib hozirgi Uyg'ur Akademiyasininki başkanı Reşat Abbas Burhan hakimimizning dadisi o'z vaqtida vatandan shu fan texnika nazoratini, fan texnika jamiyatini qurib butkul vatanda dehqonlarga fan texnikani yeyish uchun ashuna bir jamiyat qurib, ashuna jurnallarni ta'sis qilib, ayni ishxonalarni ta'sis qilg'izib, noya yeza fan texnikani umumlashtirildi. Shu adam nashr qildirdi shu deminki doktor Abdusalomninki shu 30 betlik leksiyasini Kuveyt'te so'zlagan nashr qildirib taqdirdi. Men bu kitobni vatanda o'qigan. Shu kitobning shu 30 betlik doktor Abdusalomninki so'zlagan nutqidami bütün dünya musulmonlaridagi eng oxirgi taraqqiyot nerede to'xtab qoldi desa, dal shu Ulug'bek ni o'zining o'g'li o'ltirib o'tdi, shuningdan tortib
butkul musulmon islom dunyosini fan texnika, ondan keyin bu ilim, dünya ilim fan sohasida musulmonlar pek set keyniga chekinib ketdi deb ajabda deydi. O'ylab baqqan, Osman İlancık degan men tarixchi deyotdim. Endi Hijriy 850 mag'lub qilgan bir melodiy 1449-yilning kuzi Sultan Beyazıt Samarqand osmonida ondan keyin qora bulutlar aql bilan bo'lib ketsa saltanat din buyuk to'fon oldidan bo'ladigan qo'rqinchli bir holat og'ushida yashamoqda. Biz dinni qo'g'dash Shohrux vafotidan keyin boshlangan talotumlar oqibatida yuzaga chiqqan hokimiyat uchun kurash siyosiy bir nima qiladi? Shahzoda Abdulatif otasi Mavaroun Nahr hukmdori va buyuk alloma olim Mirzo Ulug'bekka qarshi bosh ko'targan payt Ali Qushchi qochib keldi. Tengsiz Roma rasadxona, imperiyasini mag'lub qilgan asrlarga arzigulik kashfiyot, yulduzlar jadvali, Ziji Ko'ragoni, ilm mulki saqlanayotgan katta Istanbulda kutubxona, rasadxona yasatdi. Ulug'bek atrofiga yig'ilgan dunyoga mashhur olim va donishlar taqdiri. Keyin Xullas, Ulug'bek hukmronligi davrida shakllangan va gullab yashnagan ma'rifat, ilm, shunda urfon, yine şeyde halokat çatak jihozida. televizyon buldu deb uni qarshi mollalar uchun. Bu bilan gap bir Roma imperiyasini mag'lub qila olgan bir Fatih oxiri qanday bo'ldi? Mushu xato bo'lgan diniy e'tiqod, aqlni kontrol qilish uchun aqlga qarshi qurilgan bu xurafiy dinning qurboni bo'lib, bu odamninki rasadxonasini Ali Qushchi qolgan Fatih Sultan qo'g'izgan aşı rasadxonani ko'pay kun qilib o'tdi. O'ylab bakın. Bu alaqa odatdagi bir masala emas bu. Bu faqatlam yaqinqi vaqtida bo'layotgan ishlar emas. Bu islom ummatininki yine ümmetinki ağzıma çıkmaydı. Bu Türklerinki, bu Uygurlarninki bu şalık kim qilishi bu alaqa Madallam chiqib qolgan narsamiz bu bir natija bu-chu. Bu natijaninki tegi sababi yiltirina desa hammasi Qur'onsiz musulmonlar aqlga qarshi diniy aqlning ta'siri. Şu Marx bakan baka din aqldir demaydi. Onunla deyishlik sebep şu. Dini bilsem de bu din yeni bir yerga kelgan chaqda cemiyetdeki xalqni qurish uchun qo'llanilgan bir apyundek bir narsa degan narsa qo'ymoqchida Marksizm. O'xshash ish. Shunga bilan o'zining hokimiyatini ansirgishga rasadxonani buzib o'tadi. Aqlning yo'lini ochmay, aqlchilikka qarshi harakatlarni ilqo qildi. Şu bu küreşle mengi devam kılgan küreşlerdi şu. Akıl bilen hissiyatlık ki. Nimesini to'g'ri etmoqlagan vaqtida kaltırlıqlarni boğazdı. Ahiri şu yemde bir devam etti.
Ama podshoh bo'lasan. Podshoh bo'lasanmi deb shivirlayotgandek. Yolg'iz qolsam ham podshoh bo'lasan. Sen podshoh bo'lasanmi deb aytgandek bo'ladi. Qulog'imga tinmay shu so'zni aytadilar. Faqat shu so'zni o'zi takror bo'lgan. Podshoh bo'lasan. Podshoh bo'lasan. Yo'q. Men podshoh bo'lishni ham, valiahtlikni ham istamayman. Qo'rqaman. Qo'rqaman. Abdulatif baribir terimga somon tiqadi. Abdulaziz, nelarni pichirlaysan? Nega rangingda rang yo'q? Padar buzruk. Nega titraysan? Nega yuragimga dahshat solasan? Padar buzruk. Men valiahtlikni minbat istamayman. Abdulatif valiaht bo'lsin. Abdulatif valiaht bo'la qolsin. Baribir bizni o'ldiradi. Sizni ham sog' qo'ymaydi. Aqling zaifligini bilardim. Lekin bunchalar ojizligingdan bexabar ekanman. Otajon. Tavallo qilaman. Abdulatif valiaht bo'la qolsin. Shunday qilmasangiz, u baribir paytini poylab, terimga somon tiqishdan qaytmaydi. Axir u senga og'a bo'ladi-ku, padar qusur. Balki valiaht deb tan olinganini eshitsa, niyatidan qaytar, a? Eyvoh. Peshonam shunchalar qaromi. Padar buzruk. U har safar Hirotdan Samarqandga qaytganda mendan ko'z uzmay bigiz qilib sanchigan edi. Valiaht bo'lganidan keyin esa ko'zidagi bigiz xanjarga aylandi. U xanjar tunu kun qonimni tilaydi. O'zingni tut, shahzodai valiahd. Men undan qo'rqaman. Otajon, qo'rqaman. 5 o'g'lonimdan ikkingiz qoldingiz. Ammo netay, biringiz qo'rqoq, biringiz esa xiyonatkor. Otajon, bir-biringizga suyanib ish ko'rasiz degan umidim bor edi. otajon. Tavallo qilaman. Boshimdan valiahtlik tojini olib tashla. Mendan rafqi shafqatingizni ayamashir. Zaifliging tufayli seni erkalay shu ahvolga solgan men o'zim. Abdulatif mendan uzoqda o'sdi. Mehr e'tiborni boshqalar bersa, bola ham o'shalarniki bo'lar ekan. Yillar o'tib shuni angladim-u. Qanchalar muruvvat ko'rsatsam, shunchalar meniki bo'lasan deb seni yonimdan jildirmadim. Ammo netay, yana adashibman. Otajon, men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman.
Hijriy 853, melodiy 1449-yilning kuzi. Samarqand osmonida qora bulutlar. Saltanat buyuk to'fon oldidan bo'ladigan qo'rqinchli bir holat og'ushida yashamoqda. Shohrux vafotidan keyin boshlangan talotumlar oqibatida yuzaga chiqqan hokimiyat uchun kurash avjiga chiqqan. Shahzoda Abdulatif otasi Mavarounnahr hukmdori va buyuk alloma olim Mirzo Ulug'bekka qarshi bosh ko'targan payt dunyoda tengsiz rasadxona, asrlarga arzigulik kashfiyot, yulduzlar jadvali, Ziji Ko'ragoni, ilm mulki saqlanayotgan katta kutubxona, Ulug'bek atrofiga yig'ilgan dunyoga mashhur olim va donishlar taqdiri, xullas Ulug'bek hukmronligi davrida shakllangan va gullab yashnagan ma'rifat, ilm va urfon halokat yoqasida. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allah. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Falakdagi sobitu sayyoralar asrorini bilmak nechog'li mashaqqatli bo'lsa, inson yuragini bilmak, uni anglamak ham shu qadar imkonsiz ekan ana. Yagona birlikda egadir olam. Bu birlik shubhasiz yurakdadir jam. Falak sirlarini kashf eta bilib, yurak asrorini bilolmas odam. Haqiqat shunday. Men falakning ko'p jumboqlarini anglab yetdim. Ammo nega o'g'lim menga xiyonat qildi? Qismatga iloji yo'q ustoz. Qismat beomondir. Qismat ham falak kabi beomonmi? Qismatning beomonligi falakning nihoyasizligi kabi dahshatlidir. Yo'q, bu hadsizlik menga dahshat solmaydi. Uni sirini bilolmasligim qo'rqitadi. Mana Baytul Jabzo yulduzi. Xuddi jahli chiqqan Abdullatif ko'zlariga o'xshaydi. Shomliklar ana iblis ko'zi dermishlar. İblisin ko'zi. Haqiqat.
Beruniy hazratlarining kitoblarida o'qiganim bor. İblisning ko'zi. G'oyat to'g'ri o'xshatish. Iblisning ko'zlari chaqnab turgan mana shunday subhi azonda segohni to'yjon xonish qilgan segohni tinglagim keladi. Cefası ile can buldu bir karav, buldu sırrım bütün cihan ahlige aşkar. İl etten neler bilen azarın ihtiyar sen ham cefalarin bilen etmemeni haksan. Alam bilan har Yuragimda motam bor Ali. Ustoz. Ali, ertaga g'alat hodisa sodir bo'ldi. Bir burjda 7 sayyora davra quradi. Oqibatda kuchli shamol ko'tarilgay, daraxtlarni ildizi bilan qo'porib uchirgay, eski binolarni vayron qilgay. Alg'ul yulduzini bilasan Ali. Haqiqat alg'ul g'alatdir. 3 kun yonib so'ng so'nadi-da, yana paydo bo'lib oldingidek porlab turaveradi. Ko'ksimdagi iztirob ham mana shu alg'ul yulduziga o'xshaydi. U goh so'nib qolganday bo'ladi, so'ngra yana jismimda og'riq qo'zg'aydi. Alg'ulning bu mubham siri kuni kelib ayon bo'lg'usidir. Ammo bu iztirob, bu og'riq sirini bilolmay o'tmasmikanman? O'z bolamning boshimga tiq ko'tarib kelayotganini qanday aqlimga sig'dilay? Men mana shu xiyonatning siru asrorini anglab yetolmasligimdan qo'rqaman.
Allah, haq do'st ya Allah. Fani dünya deganlar, taqvoni tark etganlar. Fani dünya deganlar, taqvoni tark etganlar. Hamdu sano demasdan, kayfu safo deganlar. Hamdu sano demasdan, kayfu safo deganlar. Ya Allah, do'st ya Allah, haq do'st ya Allah. Ya Allah, do'st ya Allah, haq do'st ya Allah. Günahiga adat yo'q, tongla mahshar madad yo'q. Günahiga adat yo'q, tongla mahshar madad yo'q. Ya Allah, do'st ya Dasht Qipchoqda ahvol notinch. Abulxayrxon Mavora Unnahrda ro'y berayotgan har bir hodisani ziyraklik ila kuzatmoqda. Mo'ljali mabodo Mirzo bilan urush boshlasangiz, fursatdan foydalanib yana yag'moq qilmoq. Xo'sh, Hirotda ham notinchlik on hazrat. Abul Qosim Mirzo inisi Sulton Muhammad Mirzo bilan padaringizdan qolgan mulkni deb jangu jadalni hanuz to'xtatmaganlar. Xufiyalar yetkazgan xabarlardan yana ma'lum bo'ldiki, Abdulatif Mirzo bir muddat avval Abul Qosim Mirzoga yashirin noma yo'llab, uni sizga qarshi kechkichlashga uringan. Sulton Abu Said Mirzo ham g'imirlab qoldi. Uning xatti-harakatlarida itoatingizdan chiqishga urinishlar zohir bo'lmoqdadir. Abu Saidni qo'ying. Shahzoda xususida yana qanday xabar bor? Mirzo Termizni ishg'ol qilmoq niyatida ekanini aytgan edim. Hozir Jayxunni kechib o'tish harakatida eldamlik ila yo'l bosishdan to'xtamaydir on hazrat. Sarhaddagi qo'shinlarni kuchaytiring. Kesh va kitobdagi amirlar hushyor tursinlar. Podshoh hazratlariga yana bir noxush xabarni yetkazish qulingizning zimmasiga tushdi. Yana nima bo'ldi? Bugun tunda amirlaringizning bir nechasi Dorus saltanani yashirin tark etib, shahzoda tomonga yo'l olmishlar. Munofiqlar. Xo'sh, yana Dasht Qipchoq yo'lida navkarlarimiz Abulxayrxon dargohiga qochib borayotgan bir kishini qo'lga olmishlar. Abulxayrxon dargohiga? Kimni? Kimni dedim? Amir Vafodorni. Vafodor? Ha, a'lo hazrat. Qayerda u? Ko'ksaroyda. Amir Mironshoh navkarlari qo'lida. Oh, Abdullatif. Sening xiyonat yo'liga kirganing boshqalarni ham o'z komiga tortmoqda. O'rtadagi ixtilofdan har badniyat kimsa borki, fursatni g'animat bilib foydalanishga urinmoqda. Yoningdagi sen ishongan kishilar munofiqlik qilsalar dahshat ekan. Axir bir ko'krakdan men bilan barobar sut emgan ko'kaldoshim xiyonat yo'liga o'tgan ekan. Boshqalar nima qilsinlar? Tug'ilganidan men bilan barobar Saroy mulk xonim dargohida tarbiyalangan. Volidasi suyukli enagam. Soch soqoliga oq tushganda shu ishni qiladimi? Sarhadlarda turgan o'g'illari-yu nevaralarini o'ylamadimi?
Hoji Nizomiddin, Shayxul Islom va Qozi Kalon janoblarini huzurimga chorlang. Xo'p bo'ladi. Ko'zimga qara. So'ylangiz, gumroh farzandimiz fitnasini daf etmoq uchun ne chora buyursak ekan. Mulki Mavaraun Nahr taqdiri, saltanat ro'zg'ori sizning ilkingizdadir. Sizning muborak xotirangiz bu behisob hodisa xususida ne fikr bayon etsa, biz andin bosh tortmagaymiz. Men esa sizning muborak xotirangizda ne fikrlar borligini bilmoqchiman.
So'ylangiz. Janoblariga ma'lum bo'lsin kim, biz sultonimizni necha kundan buyon shahzodaga maktub jo'natmakka da'vat qilurmiz. Ammo a'lo hazratlari bunga aslo ko'nmaslar. Vaqt esa ziq har soniya oltinga teng. Yo'l yo'qotgan farzandimga nima deb maktub bitaman? Qahri tahdid qilaymi yo yalinaymi? Yo oldin maktub bitmagan edikmi? Davlatpanoh. O'z qiblagohining irodasi farzand uchun farzi ayndir. Uning irodasiga bosh egmagan farzand ustidan hukm chiqarmoq padar uchun ham farz, ham qarzdir. Eng avvalo jazoni o'ylash emas, u falokat oldini olmoq kerak. Tokim uning dahshatli changaki davlatingizni qaqshatmasin. El ulusga ozor bermasin. Xo'sh, qanday qilib aqlli kengash bering? Aqlli kengash shulkim. Hoji Nizomiddin aytganlaridek Abdulatif Mirzoni aqlga, insof va vijdonga chaqirasiz. Uning ko'nglida mehr oqibat uyg'otishga harakat qilasiz. Demak, siz yana maktub bitmakka da'vat etasiz. Ore olam panoh. Demak, yurishga hojat yo'q. Aslo. Ammo nodon farzandimiz yaxshi tilaklarimizni qabul qilmasa-chi, nima qilgaymiz? Mehru oqibatingizni rad etsa, unda idrok etmoqdan ojiz farzand bo'yniga tayoq urmoq otaning vazifasidir. Ammo aslo qilich urmoq emas. Unda siz shahzodaga maktub bitmak chorasini ko'ringiz. Bu savob ishni barpo qilmoq uchun kamina har qanday mashaqqatdan yuz o'girmasmi? Qo'zkalon janoblari, nechun sukutdasiz? Davlatpanoh. Ish maktub bilan tuzatmoq haddidan oshibdir deb qo'rqaman. Shahzoda misoli kamondan uzilgan o'qdir. Ani to'xtatmoqqa maktub emas, qalqon lozimdir, davlatpanoh. Davom etingiz. Ma'lumingizki, men har kishisi emasman. Ammo har ikki tarafning kuchini, har yoqdagi sharoitini uzoq mulohaza etdim. Taraddudga aslo hojat yo'q. Xayollamay, zafar bayroqlarini ko'tarishingiz lozim, davlatpanoh. Aslo bunday qilmang, a'lo hazrat. Mavlono Muhammad Miskin ilmpesha podshohimiz saltanatni ilm kuchi bilan emas, qilich bilan olganlar. Uni yana qilich bilan poydor qilishga harakat qilmoqlari lozim. Bu yerda qilichning kuchiga hojat yo'q. Ammo saltanat tamarini qulatmoqqa ko'tarilgan qo'llarni kesmoq zarur. O'g'lingiz gunohini adl-u afv suvi bilan yuvmoq, davolamoq zarurdir. Bo'lg'usi muomalada qilichga emas, adolat kuchiga suyanmoq shahzodani gumrohlikdan qaytarar deb inonurman. Qur'oni Karim urush ochganlarga qarshi urush ochishga ijozat etilur. Negaki ular yo'ldan ozganlar deb buyurar. Yagona chorasi yo jang qilmoq, yo mirzoni dunyodan olib tashlamoqdir. Astag'firulloh. Tojdor bo'lishni istagan bosh o'limdan qo'rqmay degan naql bor. Davlatpanoh. Farzandingiz o'z o'limini bo'yniga olmagan bo'lsa, bundayin kufr ishga, o'z padari buzrugvoriga qarshi tig' ko'tarishga jazm etarmidi?
Yo'q. Yagona chorasi yo jang qilmoq, yo shahzodani dunyodan olib tashlamoq darkor. Ikki daf'a aytgan bo'lsangiz-da, hanuz quloqlarimga ishonmasmen. Qozi Kalon janoblari, nahotki sizning og'zingizdan chiqdi bu gap? Balki siz boshqa bir chorasini aytursiz. Men chorasini aytdim. Siz aytgan tadbir bilan baribir ish bitmaydir. Saltanat taqdiri hal qilinar ekan, na gunoh ish bor-u, na muqaddaslik bor, na begonalik bor-u, na ota bolalik bor. Hazrat Rasulullohning la arhama bayn ul mulki, ya'ni kim podshohlar oldida hech kimning qavmu qarindoshligi yo'qdir deya aytgan muborak hikmatlarni unutdingizmi taqsir? Shunday ekan, men 3-dafa ham takrorlashdan qaytmayman. Yagona chorasi yo jang qilmoq, yo Abdulatif Mirzoni dunyodan olib tashlamoqdir. Astag'firulloh. Ishni maktub bilan bitirmoq haddi o'tgan bo'lsa, A'lo hazratlari jang qilishni istamasalar, o'ylashimcha so'nggi choradan, hech iloji bo'lmagandan keyin foydalanmoq lozimdir. U qanday so'nggi chora ekan? Davlatpanoh, dilingizni xira qila turgan bo'lsa-da aytaman, qabul qilish yo rad etish ixtiyoringizda. Xo'sh. Shahzodani istalgan onda saranjom qilmoq uchun uning orqasiga soya ergashtirib qo'ygan edik. Nechun meni xabarim yo'q, Xoja Nizomiddin? Siz bunga aslo izn bermas edingiz, on hazrat. Saltanat amalini o'ylab, shahzodani qing'ir yo'lga kirayotganini sezgan mahalda yo'q shu chorani qo'llagan edik. Haddingizdan oshibsiz. Bu vazifa kimga topshirilgan? Shahzoda yonidagi xos navkarlardan biriga. Agar u nobakor zarracha haddidan oshsa yo imkonidan ortiq ish tutsa, siz javob bergaysiz. Men anga kafilmen. Boshingiz bilan kafilsiz. Shahzoda boshidan bir mo'y sababsiz to'kilguday bo'lsa, sizni qoningiz to'kilgay. Siz rahmu shafqat timsolisiz. Biroq siz hozir shahzodaga, farzandga emas, saltanat dushmaniga qaraganday boqmog'ingiz, ana shunga yarasha ish tutmog'ingiz lozim. Bu qanday savdo? Axir u farzandim-ku. Nega meni farzandimni mahv etmoqqa da'vat etasiz? Axir men ham insonman. Biz hammamiz insonmiz. Lekin siz eng avvalo saltanatun urusning taqdiriga mas'ul podshohsiz, davlatpanoh. Allohu akbar. Agar yaqin o'rtada yulduzlar karomati sodir bo'lmasa, agar shahid ketmasam,
farzandimga toji taxtni o'z qo'llarim bilan topshirgayman. Izn bersa madrasada mudarrislik qilgayman yoxud rasadda mashg'ul bo'lgayman. Izn bermasa darvesh bo'lib uzlatga chekilgayman. Bu dunyo azoblaridan xalos bo'lgayman. G'azab vaqtida aytilgan so'zning oqibati afsus va nadomatlar bo'lg'ay. On hazrat. Ali kuchini yo'qlang. Hoji Nizomiddin. Bobom tavsiyasi bilan Go'ri Amir maqbarasi hoshiyasiga bitilgan hikmatli so'zlar yodingizdami? Jahon sendan yuz o'girmasdan oldin sen jahondan ko'ngil uza bil. Davlat panoh. Yo'q, Mavlono Burxoniddin yo'q. Men angladim. Maktub bitmak darkor emas. Bitgan taqdirda ham toji taxtni deb emas, rasadda yo madrasada bir hujrani deb so'rayman. Aliqcha. So'ratibsiz ustoz. Rasadni ziynatlagan usta bobo tirikmi? Bobo qambar olamdan o'tganlarga 3 yil bo'ldi. Lekin o'g'illari Abdug'affor barhayot. Odam yuborib huzurimga chorlang. Rasadni ta'mir etmoq uchun nimaiki kerak bo'lsa aytsin, shoshilinch ish boshlasin. Bosh ustiga ustoz, bugunoq odam yuborilmen. Hozir rasadni o'ylaydigan zamonmi, A'lo Hazrat? Fursat g'animat, fursat. Haqqasros, A'lo Hazrat, fursat g'animatdir. Yong'in oldi olinmasa, butun yurt zarar topgan. Siz yolg'iz o'g'lingizni g'alamislik yo'liga kirgan o'ylaysizmi? Yo'q, A'lo Hazrat. Aslo bunday emas. Xalq ichida ham norozilik soat sayin kuchayib bormoqda, A'lo Hazrat. Xalq nichun norozi bo'lur? Inshaalloh yurtda xayru baraka. O'sha kechagina sizni olqab duoyi joningizni qilib yotgan avom hozirgi talotumlarda faqat sizni aybdor ko'rmoqda. On hazrat, bozor guzarlarda sizga qarshi gaplar ko'payib qoldi. Emishki, yulduzlar bilan ovora bo'lib yurt g'amini unutib qo'yibsiz. Xufganlar ishini kuchaytirmoq lozim. Toki buzg'unchilar tili qirqilsin. Podshohu zamon g'aflatdalar. Nechun to'xtab qoldingiz? Davom etingiz. Yashirmayman. Sizning g'animlaringiz g'imirlab qoldilar. Ayrim munofiqlar turli tuman yerda gap sotib, sizga g'oyat vahm gunohlar taqmoqdalar. Biz qanday gunohlar qilgan ekanmiz? Agar ijozat bersangiz, men aytaman davlat panoh. Illo men bu xususda siz A'lo Hazratga aytmoqni qasd qilgan edim. Ayting Muhammad miskin janoblari. Ayting. Aytaman davlat panoh. Aytaman. Bu so'zlarni aytmoq mening burchimdir. Yashirmayman. O'sha gaplarni tarqatayotganlar atrofingizda jam bo'lgan, hamda madrasalarda saboq berib turgan mudarrislar, dinimizga rahna soluvchi, musulmonlarning e'tiqodiga shubha tug'diruvchi ilmlarni tarqatmoqdalar. Qani dini diyonat deb aytmoqdalar. Ig'vo bu. Ig'vo. Qozi Kalon janoblari, yolg'iz alar shunday demoqdalarmi? Yo o'zingiz ham shu fikrdamisiz? Davlat panoh. Ularning gaplarida ozmi ko'pmi haqiqat bordir. Aflotun, Arastu, Ibn Sino, Ironiydek donishmand hukamolar fikrlarini talqin etmoq din islomiyada shakkoklik deb bilinsa, madrasalarda ilm nomiga nima qolur? Ilm parvarligi bilan shuhrat qozongan bir podshoh yurtida bu qadar jaholat.
Tiyiling Mavlona. Hali sizga gapirishga izn berilganicha yo'q. Qolaversa, o'sha gaplaring chiqishiga siz ham sababchidirsiz. Ana shuning uchun ham tiyiling. Men dini ilmiya bilan bir qatorda mantiq, hikmat, ilmi hay'at, riyoziyot kabi inson tafakkurining ilohiy ne'matlari la toliblar ko'ngillarini tavsiya etmoqni istadim xolos. Yo'qlar panoh. İnsanni ko'nglini yolg'iz Xudoning kitobi tavsiya etacak. Ha, gapni aytdingiz. İnson ko'nglini sof etgan o'sha kitobda albatta Allohdan olim bandalarigina qo'rqadilar oyati bitilmaganmi? Iymon ilmi inson zakovati yo'lini to'smaydi. İnson zakosi u tufayli yuzaga chiqqan ilmi taraqqiyot Alloh taolo yaratgan olamdagi mo'jizalarni kashf etadi. Kamina odob doirasidan ortiq gapirgan bo'lsam, uzr davlat panoh. Ammo aytmoqchimanki, islom davlatida dinimizning iste'dodi bo'lgan sizdek podshoh zamonida majusiylar butparastlar tomonidan yozilgan kitoblarni o'qitilayotganiga izn bermaslik kerak. Axir payg'ambar islom garchi Xitoyda bo'lsa ham ilm olishga intininglar deb aytganlarini unutdingizmi? Yo bu hadisi muborakni ham rad etasizmi? Jaholat timsoli bo'lmish ayrim kimsalar har qanday ilmni mufsid derlar. Jaholat. Ha. Shu emasmi? Yurakni har go'lohga solguvchi sabab, xiyonatga olib boruvchi yo'l, qalbni ko'r va kar qilguvchi jaholat. O iblis ko'zlari. Davlat panoh. Ha, barcha illat jaholatda. İnsoniyat paydo bo'lib tikim inson yuragi uchun ikki kuch, jaholat bilan ma'rifat jang qiladi. Johillar o'zlarini zaharlarni obi hayot qilib ko'rsatadilar. Xalqni chalg'itadilar, millatni chohga sudraydilar. Yo'q. Men noqobil o'g'lim isyonidan emas, ko'proq jaholat isyonidan qo'rqaman. Padaringiz Xoqoni Said, Shohrux Sulton bag'oyat shariatparvar, taqvodor podshoh edilar. Saltanatdagi barcha ishlar haddan oshmagan edi. Siz esa darvozalarni katta ochib qo'ydingiz. Ochgan bo'lsak, adolat u ilm urfon darvozalarini ochdik. Jaholat tambalarini olib tashladik. Ilmi diniya ilmni ulug'laydi, olimni qadrini ko'taradi. Ilmni Allohni tanimak yo'li deb biladi. Inson zakosi yengilmasdir. Siz esa yengilib o'tiribsiz, davlat panoh. Agar o'g'lim meni mag'lub etsa, podshohni, otasini yenggan bo'ladi. Minbat ilmni emas. Ammo sizni mag'lubiyatingiz baribir ilmning mag'lubiyatidir, davlat panoh. Axir u qanday ilmki, o'z sohibiga ko'mak bera olmasa, qudrat bera olmasa, siz zish tuzib 1018 yulduzning holatini mutamakkin etdingiz. Ammo lekin hozir sizga ular emas, 1018 navkar foydaliroq. Yolg'iz ular ko'mak bera olg'usidir.
Yana haq gapni aytdingiz. Hozir menga na kitoblar, na yulduzlar yordam bera oladi. Davlat bala, bu yerda turib aytilgan so'zlar saltanatingiz mustahkam bo'lsin degan niyatda aytildi. Bu gaplarni aytishdan murod saltanatni sizga olim deb emas, podshoh deb berib qo'yilganini unutmaslikni eslatmoqdir, a'lo hazrat. Podshohligimni eslatib yaxshi qildingiz. Ma'lumingiz uchun ko'koldoshim Amir Vafodor ham menga xiyonat qilmish. Abulxayr xon dargohiga qochib o'tayotganda Sarhaddagi navkarlar tomonidan qo'lga olingan. Hoji Nizomiddin hozir Ko'ksaroy zindonidadir. Hukm ham, jazo ham o'zingizdan. Agar u baxtiqaroning najot yo'li bo'lsa, o'sha yo'lni, agar najot chorasi yolg'iz jazo bo'lsa, o'sha chorani ham aytingiz. Isyonchining ham, xiyonatchining ham jazosi hamisha o'lim bo'lgan. Shariat Mustafoning talabi shu. Demak, hukmingiz o'lim. Shundoq davlat panoh o'lim. Sohib Qur'on bobongiz yolg'iz xiyonatligina kechirmang deganlarni unutmang deyman xolos. Davlat panoh. Siz nima deysiz? Shayxul Islom janoblari. Men ham bobongiz hikmatini aytaman. Ulug' Sohibqiron aytganlarki, biror kishiga nisbatan qanchalik qahrlanma, yuragingda uni avf etmoq istagi bo'lmasa, sen podshoh emas, oddiy jallodsan xolos. O'ldirish yo jazolash emas, podshohlarning ishi avf etmoqdir. Bu hikmatni qay maqsadda aytganingizni angladim, taqsir. Biroq Abdullatif Mirzo isyoni yo'q. Ama vafodor kirgan vafosizlik yo'lini oldini olish uchun avf lozimmi? Amir vafodorni qatl etmak bilan shahzodani insofga chaqirish yo'lini o'ylaydik. Hammaning ko'z oldida osib o'ldirmoqdan toki har bir badniyat ko'rib dahshatga tushsin. O'lim mamlakatni ayovsiz to'kilgan xiyonatkorlar, qo'rqoqlar, fitnachilar qoni-yu mana shu tufayli yuzaga kelgan dahshat va qo'rquv birlashtirilgan. Ana shunda uni na o't va na suv buza oladi. Mamlakatni adolat, yolg'iz adolatgina birlashtiradi. Ha. O'lim. Men bu hukmni tasdiq etaman. Va men bad o'zgartirmayman. Farmon tayyorlangiz. Menga bunday qarama, Ali. Sen meni o'z ko'kaldoshini o'limga buyurdi ya deb o'yladingmi? Yo'q.
Men xiyonatni o'limga buyurdim. Xiyonat yo'liga kirgan o'g'limni insofga chaqirmoq uchun shunday qildim. Nahot avlodlarga bizdan meros bo'lib yolg'iz adovat qolsa, nahot podshohlik hayotining tub mag'zi, toju taxt xirsi, kishan, zindon, quvg'in, fitna, qatag'on bo'lsa, nahotki sohibqiron bobom ne umidlar bilan yaksarxat etgan mamlakat bizdan keyin yana parcha bo'lsa, qani Mirzom javob bersinlar. Qani barakalloh. Tuzuksiz Ulug'bek, tuzuksiz. Bobojon, yulduzlarda ham odam yashaydimi? Bilmadim shahzoda, bilmadim. Tangrining o'zi bilmasa, bandasi bilmaydi. Ulg'aysam, o'zim bir rasad tiklab, yulduzlarda odam yashaydimi, yo'qmi, albatta bilib olaman. Mirzom, sizni ko'p kitob o'qiydi deb aytdi bibingiz. To'g'rimi? Mirzom haliyam ot minishdan ko'ra kitob o'qishni ortiq ko'radilar. Ulug'bek Mirzom kitob o'qishni ham, ot minishni ham suyadilar. Ilmga bo'lgan havaslari, bahodirlik mashqlarini to'sqonicha yo'q. Barakalloh. Bobongiz jangallikdan boshqa narsani bilmaydilar deb o'ylamang Mirzom. Men ham mudom ilm tarafidaman. Bobongiz so'zlarini doimo yodda tutingki, aslida har qanday jangu jadal qilich zo'ri bilan emas, aql zo'ri bilan hal qilingan. Xomkalla ila jang qilmoqlik kelida suv tuymoq bilan barobardir. Mag'zi pishmoq danakni yerga eksang ko'karadimi? Yo'q. Ko'karmas. Mag'zi to'q danak ersa, unib ulkan bir daraxtga aylangan. Xulosa, mag'zsiz danakdan meva pishmagani kabi, miyasiz kallaning ishi hech vaqoga yaramas. Mirzom, nega orqaga qaytingiz? Sizga mod ishga jur'at qila olmadim, Ulug' Xoqon. Nechun? Siz mening suyukli bobomsiz. Shohlar ishiga ayash, ikkilanish bo'lmaydi. Qo'yilgan qadam ortga chekinmaydi. Ulug'bek bobogingizni ayab xursand qilmadingiz. Ranjitdingiz. Sababini fikr qilib olursiz. Yuzaga kelgan holatni to'g'ri tushuntirib berishda sizni fahm va farosatingizga tayanaman. Bibi xonim.
Men sohibqon bobomni ranjitdim. Nodonligim nima bilan yursam ekan, bebijon? Shon shafqatli bobongiz sizga alohida e'tibor va muhabbat qo'yganlarni unutmasangiz bo'ldi, Ulug'begim. Siz dasht-u dalalar tomonidan esgan mayin shabada ming xil turli gul chechaklar hidini olamga taratgan kunlarning saodatli onida dunyoga keldingiz. Bobongiz sizga rahmatli otalari sharafiga Muhammad Targ'ay ismini qo'ydilar. Otalari kabi Ulug'bek bo'lsin deb niyat qildilar. Ulug'bekim, bobongiz sizni hali ko'rmasdan sizga nisbatan beqiyos mehr bog'ladilar. Sizni zehningizning o'tkirligi, ilmga chanqoqligingiz, ayniqsa yulduzlar ilmiga bo'lgan havasingiz, alal xusus bobongiz ham bu ilmdan boxabarlar. Sohib Qironni xursand etdi. Sizga katta umidlar bog'ladilar. Temuriylardan ham olim podshoh chiqsin deb niyat qildilar. Fikr qiling, bolam. Faqat olim yoki podshoh emas, olim podshoh. Ilohim, bobongizning niyatlari ushalsin. Ammo taxt olimniki bo'lolmas ekan, bebijon. Ala, men hozir angladim. Butun umr battol zamonning qonga bo'yalgan qo'llarini qon bilan emas, ma'rifatu afsu bilan yuvmoqqa urinibman. Abadiyat yo'lini yorituvchi yulduzlar sirini bilaman deb o'z o'g'limning zulm yo'liga kirganidan bexabar qolibman. Men yengildim, ana. Yengildim. Ezgulik va yaxshilikni najot deb bilganim uchun shunday bo'ldi. Hazrat Sa'diy yo podshohlik qil, yo odamiylik deganida haq ekan jigarim. Haq ekan. Alo, Hazrat. Nima bo'ldi Hoji Nizomiddin? Amir Vafodorning volidasi huzuringizga kirmoqda. Oh, sho'rlik enagam. Enagangiz xiyonatkor farzandiga imdod tilab kelgan bo'lsa, hukm aytildi. Xiyonati uchun o'limga buyurildi deysiz, davlatpanoh. Xiyonati uchun. Enagamni huzurimga boshlab kiring. Bizni xoli qoldiringiz.
Poy qadamingiz bosh ustiga ona. Alloh sizni o'z panohida asrasin, podshohim. Podshohim demang. Bolangiz mana xir. Omon bormisiz ona? Yurt tinchmi, shoh o'g'lim? Tinch ona, tinch. Faqat yurt tinch. Onalar tinch. Barcha umidim sizdan. Yolg'iz ishonchim sizdan. U dunyo, bu dunyo sizdan roziman boram. siz hali nega oxirgi kunlarda saroyga kelmadingiz? Sizni tez-tez ko'rgim keladi. Lekin bezovta qilishga haddim sig'maydi, xud bolam. Qadamingiz hamisha bosh ustiga. Bobangiz xizmatini qilgan ne bahodirlar. Bibingiz atrofini to'ldirgan ne oqilalar olamdan o'tdilar. Ulardan yolg'iz men qoldim. Yoshim 80 ga borganda hayotimning eng taxir davri boshlangan deb hech o'ylamagan. Onajon, boshingizga tushgan falokatni eshitib qon yig'layman. Axir ota-bola husumatida g'olib taraf bo'lgaymi? Qaysi tomon yengilsa, qaysi tomon g'olib kelsa ham baxtsizlik keltirmagaymi? bu noqobil o'g'il muomalaga ko'nmasa nima qilishni bilmay qoldim onajon. Noqobil o'g'il. Noqobil o'g'il haqida gapirib bag'rimni kuydirmang. Onalar yuragi iztirobdan ingraydi-yu. Nega hokimiyat hirsidan mast farzandlarning yuragida mehr shafqatdan asar yo'q? Aytingiz bolam, nima uchun sizga xiyonat qiladilar? Shoh bo'lganingiz uchunmi? Yoxud olim bo'lganingiz tufayli? Bilmadim ona. Balki ular jaholat bilan chiqisha olmaganim, vahshiylikni rad etganim, insonga ato etilgan ilohiy aql tuhfalari ila el ulusni bahramand qilmoqchi bo'lganim uchun xiyonat qilurlar. Bunday tuban g'arazga toji taxt sabab emasmi? Ha, ona. Haqqast rost. Shunday ekan, toji taxtim o'zingizni qurbon qilishingiz ravomi? Oh, onajon. Shu toji taxt yuki yelkamni qanchalar ezayotganini bilsangiz edi. Uni xoin va johillarga topshirsam, balki o'zimni qutqararman. Ammo el ulus butun mamlakat jaholat domiga tushishidan qo'rqaman. Bostirib kirgan yog'iyni haydab chiqarmoq uchun yillar kerak. Ammo jaholatni yengmoq uchun necha asrlar, necha zamonlar lozim. Taxtda o'tirman kim g'araz bilan, jaholat bilan, zulm va adovat bilan kurashaman, jang qilaman. Ammo dahshati bu emas. Eng dahshati zulmga qarshi zulm qilmoqdir.
Zulmga qarshi zulm. Zulmga qarshi zulm. Men ham xuddi shunday qildim. Iloyo, ota bola ikkovingiz ketimda qolingiz. Dog'laringni ko'rgilik qilmasin. Meni dog'im yuragimning ich-ichida. Farzand dog'i sizni emas, meni o'ldirsin. Hammasini o'zimga oldim bolam. O'zimga oldim. Gaplaringiz g'alati. Anglamoq mushkul. Anglamaгаningiz yaxshi bolam. Anglamaгаningiz. Balki mendan nafratlanarsiz. Mendan yuz o'girarsiz. Nega unday deysiz? Menga qilgan yaxshiliklaringiz uchun nafratlanadi. Sizga doim farzanddek oqibat ko'rsatish niyatidaman. Menga qilgan inoyatlaringiz bitta farzand oqibatidan ustun. Bergan o'q ustimdan mendan ming roziman bolam. Ammo o'g'lim vafodor. Oh, vafodor. Men undan judo bo'ldim. Yo'q, ona, yo'q. Vafodor zindonda. Uni jazosi o'lim deb topildi. Ammo men bergan oq sutingiz hurmati. Yo'q bola. Bergan oq sutimni u xiyonatga almashmang. U qaro etgan sutimni o'rtaga solmang. Hali taftish qilurman. Aybi bo'lmasa, isbot keltirsa, ozod bo'lur. Ozod bo'ldi. Kim ozod bo'ldi? O'g'lim. Vafodor. Ozod bo'ldi. Davlat panoh. Yana bir mudhish xabar. Tag'in nima bo'ldi? Amir Vafodor. Bolam! Vafodorga nima qildi? Xudo rahmat qilsin. Vafodor? Uni zaharlabdilar. Kim? Qachon? Kim jur'at etdi bu ishga? Zudlik bilan taftish boshlang. Soqchilarni qiynoqqa solib bo'lsa ham bu ishni kim qilganini aniqlang. Nega turibsiz? Amrimni eshitmadingizmi? Boring! Qotilni yer tagidan bo'lsa ham topib yerga keltiring. Shoshmang bolam. Shoshmang. Soqchilarni qiynoqqa solishga shoshilmang. Yo'q, onajonim. Qiynoqqa solib bo'lsa ham qotilni topib jazolayman. O'g'lingizni o'ldirgan kim bo'lmasin, uni topib ko'z o'ngingizda qatl etaman. Men vafodorni o'zim Nima dedingiz? Men o'g'limni o'zim o'ldirdim. Mana shu qo'llarimdan ovqat pishirdim. Mana shu qo'llarimdan zahar soldim. Ya Allah Kerim.
Bu qanday yozig'ing bo'ldi? Yolg'iz tilab olgan o'g'lim, bag'rimdan ko'chgan bolam. Oh, bu dardga davo bormi? Siz ham bag'rimdan ko'chgan bolamsiz. Chap yelkangizda qora xol borligini bilaman. O'ng qoshingizda bilinar bilinmas chandiq izi, sho'x bolalikdan nishona borligini bilaman. Aql idrokingiz el ulusga nimalar berganini bilaman. Bebingiz siz bilan faxrlangan bo'lardilar. Men bebingiz oldiga qay yuz bilan ro'para bo'lardim? Nechun bunday qildingiz, onajon? Nechun? Nima qilaydim? Og'asi bo'lmish sizga, yurtiga tuz namak bergan xonadonga xiyonat qilgan bo'lsa, ona tuprog'ini yog'iga sotgan farzand jonini tilab yalinaydimmi? U ishni qilmang edi, ona. Bilaman. Hatto ilonlar ham o'z bolasiga himoya qilish uchun, o'limdan qutqarmoq uchun oyoqlarining ostiga sudralib boradilar. Hatto yirtqich bo'ri ham o'z bolasiga o'lim tilamaydi. Ammo men bolam, nabiralarim saltanat sarhadlarida jon fidoilik qilib turibdilar. Ular otalari qilmishini bilmasinlar, yuzlari qaro bo'lmasinlar deb shunday qildim. Bolam jallod qo'lida o'limdan qo'rqib talvasaga tushmasin deb shunday qildim. Hech bo'lmasa o'limini qo'rqmay kutib olsin deb shunday qildim. Axir hayot yolg'iz nafas olishdan iboratmi? Sharmandalikdan o'lim afzal emasmi? Bu qanday hol? Qanday ahvol bo'ldi, onajon?
Hijriy 853, melodiy 1449-yilning kuzi. Samarqand osmonida qora bulutlar. Saltanat buyuk to'fon oldidan bo'ladigan qo'rqinchli bir holat og'ushida yashamoqda. Shohrux vafotidan keyin boshlangan talotumlar oqibatida yuzaga chiqqan hokimiyat uchun kurash avjiga chiqqan. Shahzoda Abdulatif otasi Mavaroun-Nahr hukmdori va buyuk alloma olim Mirzo Ulug'bekka qarshi bosh ko'targan payt. Dunyoda tengsiz rasadxona, asrlarga arzigulik kashfiyot, yulduzlar jadvali, Ziji Ko'ragoni, ilm mulki saqlanayotgan katta kutubxona, Ulug'bek atrofiga yig'ilgan dunyoga mashhur olim va donishlar taqdiri. Xullas, Ulug'bek hukmronligi davrida shakllangan va gullab yashnagan ma'rifat, ilm va urfon halokat yoqasida. hamma podshoh bo'lasanmi deb shivirlayotgandi. Yolg'iz qolsam ham podshoh bo'lasan
sen podshoh bo'lasanmi deb aytgandek bo'ladi. Qulog'imga tinmay shu so'zni aytadilar. Faqat shu so'zni o'zi takror bo'lgan. Podshoh bo'lasan. Podshoh bo'lasan. Yo'q. Men podshoh bo'lishni ham, valiahdlikni ham istamayman. Qo'rqaman. Qo'rqaman. Abdulatif baribir terimga somon tiqadi. Abdulaziz, nelarni pichirlaysan? Nega rangingda rang yo'q? Padar buzruk. Nega titraysan? Nega yuragimga dahshat solasan? Padar buzruk. Men valiahdlikni minbat istamayman. Abdulatif valiahd bo'lsin. Abdulatif valiahd bo'la qolsin. Baribir bizni o'ldiradi. Sizni ham sog' qo'ymaydi. Aqling zaifligini bilardim. Lekin bunchalar ojizligingdan bexabar ekanman. Otajon. Tavallo qilaman. Abdulatif valiahd bo'la qolsin. Shunday qilmasangiz, u baribir paytini poylab, terimga somon tiqishdan qaytmaydi. Axir u senga og'a bo'ladi-ku, padar qusur. Balki valiahd deb tan olinganini eshitsa, niyatidan qaytar, Eyvoh. Peshonam shunchalar qaromi. Padar buzruk. U har safar Hirotdan Samarqandga qaytganda mendan ko'z uzmay birgiz qilib sanchigan edi. Valiahd bo'lganidan keyin esa ko'zidagi birgiz xanjarga aylandi. U xanjar tunu kun qonimni tilaydi. O'zingni tut, shahzodai valiahd. Men undan qo'rqaman. Otajon, qo'rqaman. 5 o'g'lonimdan ikkingiz qoldingiz. Ammo netay, biringiz qo'rqoq, biringiz esa xiyonatkor. Otajon, bir-biringizga suyanib ish ko'rasiz degan umidim bor edi. Otajon, tavallo qilaman. Boshimdan valiahdlik tojini olib tashlang. Mendan rafqi shafqatingizni ayirmang. Zaifliging tufayli seni erkalay shu ahvolga solgan men o'zim. Abdulatif mendan uzoqda o'sdi. Mehr e'tiborni boshqalar bersa, bola ham o'shalarniki bo'lar ekan. Yillar o'tib shuni angladim-u. Qanchalar muruvvat ko'rsatsam, shunchalar meniki bo'lasan deb seni yonimdan jildirmadim. Ammo netay, yana adashibman. Otajon, men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Shunday bo'lsa, o'zingni tut. Yonimda tur, shijoatli bo'l. Ammo
Abdullatif ham insofga kelar. Olampanoh. Amirlar qabulingizni so'rab kelibdilar. Kirsinlarmi? Kimlar? Amir Bobo Husayn Turkistoniy, Sulton Shoh Barlos, Amir Shoh Vali, Amir Miron Shoh Qovchin. Chorlang. Hoji Nizomiddin. Qozi Kallon va Shayxul Islom janoblarini ham chaqiring. Xo'p bo'ladi. Bor. G'aribligingni ko'rishmasin. Ularning ko'zlariga ko'rinmaganing ma'qul. Bor. Yaratgan egandan Iskandariy zamon bo'lmuş sultonimiz Ulug'bek Ko'ragon hazratlariga inoyatlar, davlatlariga omonlik tilaymiz. Manziratga hojat yo'q. Muddaoga o'ting. Ota bobolarimiz udumini ado etdik podshohim. Uzr. Maqsadga o'ting. Biz va bizning ota bobolarimiz ulug' jaddingiz Sohqiron Amir Temur Ko'ragon hazratga, ul beqiyos zot avlodlariga, shu qatorda sizga, eng avvalo sizga sadoqat bilan xizmat qilganlar va xizmat qilyapmiz. Saltanat istiloda ham maqsad Amir Miron Shoh. Maqsad Olampanoh, izozi ikromning, siylashlarning ham cheki bor. Mirzo Abdulatif haddidan oshdi. Ko'ngli taxt tusab qoldi. Fikri buzuqlikka yuz tutdi. Siz esa
unga pandu nasihat, maktub yo'llashdan boshqa chora ko'rmaysiz. Ikkilanasiz. Ikkilanish. Bo'lg'usi mag'lubiyat podshohim. Tuqqan otaga qo'l ko'targan farzand. Farzandmi a'lo hazrat? Bunda farzand bag'ridan o'tish kerak. Bordan yo'g'i durust. Fikri buzuq shahzoda shiddat bilan bostirib kelmoqdalar. Qo'lida qilichi yalang'och, quturgan daryoni band bilan, quturgan tuyani kamand bilan, quturgan dushmanni jang bilan to'xtatadilar. O'g'lingizni ham yolg'iz qilich to'xtatishi mumkin. Sizning taraddudingizni ojizlik alomati deb bilgan ayrim amirlar Samarqandni xufiya tark etib, shahzoda tomon ketmoqdalar. O'tgan har bir fursat sizga qarshi on hazrat. Huzuringizga davlatingiz omonligini deb keldik podshohim. Oqpadar shahzoda. Amir Shohvali. Men hali o'g'limni oq qilganimcha yo'q. Mirzo Abdulatif sizni toj taxtdan soqit qilib, o'zi podshoh bo'lmoqchi. Ota rizoligisiz qachon o'g'il taxtga o'tirgan? Biz bunga aslo yo'l qo'ymaymiz. Biz sizning sadoqatli amirlaringizdanmiz. Shundoqmi? Ha, taqsir. Shunday. Biz bu yerga sizni de keldik, podshohim. Meni deb kelgan bo'lsangiz, bilib qo'yingiz. Men farzandim qonini to'kishni istamayman. Yaxshisi toji taxtdan voz kechaman. Podshohim, achchiqqa erk bermang. Aslo bunday so'ylamang, on hazrat. Men bab, menga bu haqda gapirmang. O'g'lim bilan jang qilishni istasangiz, boringiz jang qilingiz. Faqat meni farzandimga tiq ko'tarishga majbur etmangiz. Yo'q. Yaxshisi boringiz. Qochqin munofiqlar ketidan shahzoda oldiga boringiz. Birgalikda boshimga kelingiz. Sizlarni bilmaymanmi? Ana siz Amir Shohvali. Sulton Ulug'bek podshohlikka yaramaydir. Yo podshohlik qilsin, yo yulduzlar sanasin deb suxandonlik qilganingiz yolg'onmi? Yoki siz Amir Sulton Shoh o'z farzandlarini eplolmagan odam qanday qilib podshohlik qilsin deb aytganlaringizcha? Astagfirullah. Podshohimizga ravshan bo'lsin-kim, bu kabi majzum so'zlar bizga tamoman yotdir. Sizni ham hukm farmonida, ham ilm bobida yaktoligingiz hamisha boshimiz ustida bo'lgan. Sizga bunday ig'voni yetkazgan kimsalarning niyati sodiq qullaringizga toqmat qilishdan boshqa narsa emas. Sizlarga men emas, mol mulk talashadigan, qilichini qiniga solmaydigan podshoh kerak. Maqsadingiz jangu jadal bahona boylik orttirish. Allohga ming qatla shukrkim. Qilichimiz zo'ri bilan davlatingizni saqlab qoldik. Xazinangizni to'ldirdik podshohim. Unutmang podshohim. Tarix ham avval tig' bilan, keyin esa qalam bilan yoziladi. Qilichlarimiz soyasida kitoblar bitdingiz. Rasad tikladingiz. Zich tuzdingiz. Ammo saltanat asosi bo'lmish qo'shinni unutasiz. Oqibatda Abulxayrxon yag'mosi tufayli mamlakat vayron. Bu yoqda nomard farzand isyoni. Shunga qaramay
Rasad ta'mirini o'ylaysiz? Qohirai Bag'doddan, Hindi Xitoydan qimmatbaho anjomlar, kitoblar xarid qilish bilan ovorasiz. Men kuch, qudrat va adolatni ilmda ko'raman. Ilm esa nodir kitoblarda jamlangan. Biz usiz bir kun kelib bir hovuz tuproqqa aylanamiz. Kitoblar esa abadiy odamlarga murabbiy bo'lajak. Murabbiy deysiz davlat panoh. Ammo siz necha ming yil kitob o'qigan podshohning ustiga eng dono hukmronlar sabog'ini olgan bilimdon shahzodani bostirib kelayotganiga nima deysiz? Muhammad miskin janoblari, o'g'lim emas, jaholat ustimga bostirib kelmoqda. Qayerdasan, Abdullatif? O'g'lim, bu beomon kecha quchog'idagi iztirobli iltijolarimni eshitayotgan bo'lsang, menga sado ber. Meni qiynayotgan savollarga javob ber. Ota, men shu yerdaman deb ayt. Men shu yerdaman, padari buzruk. Nimalar qilib qo'yding, nodon farzandim? Qaydin bu adovat? Nechun bu beyomonlik? Nechun bu alam, uqubat, ota? Men bilmasman, o'g'lim. Bilmayman demang. Yaxshi bilasiz, padari buzruk. Siz bu yo'lga oldinroq kirgansiz. Men bugun qo'l urgan ishlarga siz oldinroq jazm etgansiz. Men padarimga tig' ko'tarmaganman, Abdullatif. Siz emasmi Mirzo Abu Bakrni qatl ettirgan? Boyqaro Mirzoga og'u ichirgan. Amirak Ahmad Mirzoni Badarg'a yetgan. Men shu ishlarni qilgan bo'lsam, el ulus tinchligi, saltanat omonligi uchun qildim. Shunday qilmaganimda ular boshlagan qavg'olar, yurtni xonavayron, saltanatni parokanda qilgan bo'lar edi. Siz emasmi? Rasadi madrasa panasida xayol surgan. Oqibatda bobomdan qolgan mulkni yag'moga tashlab, yog'iy oldiga tushib qochgan. Ammo mag'lubiyat sababini o'zidan emas, mudom o'zgalardan qidirgan, boshqalarni xiyonatda ayblagan. Men kimga xiyonat qildim? Kimga vafosizlik qildim, Abdullatif? So'zlaring ayovsiz. G'azabing qazoyi qadardek qat'iy va cheksiz. Shunchalar takabburmisan? Axir men sizni o'g'lingizman, padari buzruk. Siz menga ilmi falak, riyoziyot, g'azal, kuy bitmakni o'rgatdingiz. Takabburlikni ham sizdan o'rgandim. Xiyonatda ayblashni ham faqat sizdan o'rgandim. Men otang boshiga qilich ko'tarib bor deb o'rgatmagandim-ku. Bu odat qaysi tuzukda bor? Lekin qaysi tuzukda birovning g'alabasini boshqaga bermoq bor? Tarnob jangida jonbozlik qilgan kim? Men emasmi? Ammo g'oliblik nishoni kimga berildi? Suyukli o'g'lingiz qo'rqoq Abdulazizga. Abdulaziz begona emas, o'z jigaring. Men dunyodan ketar bo'lsam, o'rnimga otalik qilasan degan umidim bor edi. Sizni xohish irodangiz ota-bobolar hukmidan zo'rroqmiki? Sharmanda Abdulazizni valiahd ataysiz. Qaysi tuzukda yozilgan? Aka tirik ekan ukaning valiahd bo'luri. Shuning uchun otangni jarga yetarasanmi, o'g'lim? Sizni jarga yetargan men emas, o'sha mal'un o'g'lingiz. Valiahd bo'ldim deb hirsga berildi. Amirlaringiz haramini bulg'adi. Qo'lida qilich emas, jon tutmoqni odat qildi.
Yigit yolini harbi maydonda emas, maishat to'shaklarida sarf etdi. Nomingizni qaro etgan, sha'ningizni bulg'agan o'shal murtad emasmi? Yo'q. Men Amir Temur xonadoni sha'nini bulg'ashlariga hech kimga yo'l bermasmen. Jismi zaif, aqli mag'zun iningdan rahm shafqatingni darig' tutma Abdullatif. Siz hali shu sababdan unga muruvvat etdingizmi? Shu sababdan uni valiahd etdingizmi? Ha o'g'lim, ha. Men bu qarorga kelganimda Abdulaziz og'ir xasta edi. O'yladimki, shunday qilsam, zaiflashgan vujudi munsarif bo'lg'ay, hayotga bo'lgan ishonchi ortgay. Tabiblarning muolajasi bilan emas, mening shu ahdim bilan mag'zun yuragi quvvatli bo'lgay. Kimga xiyonat qildim deysiz? Axir bu xiyonat emasmi? Saltanatni zaif, mahzun qo'llarga bermoq, saltanatni ham zaif va mahzun qilmoq emasmi? Padari buzuruk, men seni sohibi ilm ekaningga ishonib, bu narsalarga farosating yetadi deb o'ylagan edim. Inchunun sen ko'p mashaqqatlar chekding, zindon quvg'inlar azobini tortding. Aqling pishgan deb o'ylagan edim. Og'ayini et bila tirnoq bo'lib ketasizlar degan armonim bor edi. yolg'iz shularni o'yladingizmi? Yo'q, aslo. Siz valiahdlikka meni emas, Abdulazizni ko'rishni istagan va bu yo'lda tinmay men haqimda bo'xtonlarni qulog'ingizga quygan badniyatlar gapiga uchdingiz. Abdullatif qiziqqon, Abdullatif o'ylamay ish tutadi, Abdullatif bunday deb tinmay qulog'ingizga quyaverdilar. Oraga g'araz soldilar. Men janguchadan kechgan paytimda Abdulaziz bog'i Bihishdan alarning haramlaridan tortib olgan kanizaklar bilan maishat qilganini ko'rib, ko'rmaganga oldilar. Chunki valiahd shahzodaning ojizligi, maishatga ochligi kelajakda ularga keng imkoniyatlar berajagini yaxshi anglardilar. Meningni qilmishlarini ko'rib ko'rmaganga olgan o'sha kimsalar hozir seni yoningda-ku. Ha. Ular mening yonimda. Erta-indin amirlaringizning hammasi mening yonimda bo'ladi. Bilasizmi nima uchun padari buzuruk? Xo'sh, nima uchun? Siz podshohsiz. Ammo o'zingizni himoya qilishga majbursiz. Bu esa zaifligingiz belgisidir. Olamponoq, ikki yo'ldan birini tanlamoqingiz shart. Yo qo'l qovushtirib qismatingizni o'g'lingiz ixtiyoriga topshirmoq, yoyinki qilich bilan shahzoda yo'lini to'sgaysiz. Shu yo'lni tutsangiz, biz sizga sadoqat bilan xizmat qilaymiz. Amringizdan zinhor bosh tortmagaymiz. Biz bu yerga sizga sadoqat bilan xizmat qilmoqqa keldik. Dunyoning qay nuqtasini orzu etsangiz, o'sha yerga qadar itingiz bo'lib borurmiz. Amir bobo Husayn, nechun siz sukutdasiz? Nega kelganingizdan beri og'iz ochmadingiz? Men ham jang qilmoq fikridaman. Lochinning ucharga madori qolmasa, chumchuqqa masxara bo'lg'ay. Davlatpanoh,
haddidan oshgan shahzodaga kuch qudratingizni ko'rsatib qo'ying. Hali qilichingiz o'tkir. Qilichim o'tkir bo'lsa-da, o'z sopini kesolmagay. Ammo bir qinga ikki qilich sig'mas, a'lo hazrat. Butun tarix oldida, el ulus oldida sharmandaligi u tavqi la'natni bo'yinga olib, ota bola toji taxtni talashib, jang maydonida yoqa bo'g'ishamizmi? Ammo jang qilib isyon yo'lini to'smasak, qo'l ostida miltirab turgan boshqa buzg'unlik gulxanlari ertaga yong'inga aylanur. Oshiqmangiz. Hali muhlat bor. O'g'limni qilichi bo'ynimga urilguncha muhlat bor. Muhlat yo'q. U daryodan o'tib bo'ldi. U yo'lini hech kim to'sa olmaydigan vajohat yasab kelmoqda. Dovul haydagan bulutlar kabi hirs, adovat bilan kelmoqda. Nega daryodan o'tding, Abdullatif? Nega o'tding? Daryoning bu tomoniga o'tishga haqqing yo'q edi. Nega o'tding? Nega? Men daryodan kechib o'tdim, qiblagoh. Sharmandalikdan qo'rqmaysanmi, Abdullatif? Bu zamonda mag'lublar sharmandadir, g'oliblar emas. Ammo adolat men tomonda, o'g'lim, men tomonda. Shuning uchun ham yengilasiz, padari buzruk. Sababi mening qo'limda kuch-qudrat qilishi, men tomonda kuch-qudrat dag'dag'asi, sizning ilkingizda adolat qalqoni. Amirlar hech qachon adolatni himoya qilmaganlar. Ular kuch-qudrat timsoli saltanatni hifz etganlar. Kuch men tomonda, demak adolat ham men tomonda deb o'ylaydi ular. Senchi? Sen nima deb o'ylaysan? Men o'ylamayman. Men hujum qilaman. Men daryodan kechib o'tdim. Mana shu mening o'ylaganim. Mana shu so'rog'ingizga javob. Shahzoda, unutma. Kimki biror narsaga ortiqcha hirs qo'ysa, o'sha narsadan halok bo'lajak. Yana shuni bilginki, kim g'olib bo'ladi, kim yo'q, buni yolg'iz Xoliqi olam biladi. Ha, Parvardigori olam barini biladi. O'limdan shunchalar qo'rqmaysanmi? Yo'q, padari buzruk. Qo'rqmayman. O'limga tik boqmoqlik yo nodonlik, yo donishmandlik. Ammo yolg'iz izzatli o'limgina saodatdir. Sizchi? Siz o'limdan qo'rqmaysizmi? Qo'rqasiz. Odam o'ldirishdan ham qo'rqasiz. Yo'q, siz o'ljasini kamon bilan ovlashni suygan sayyodga o'xshaysiz. O'q uzasiz u, ammo uning o'lim talvasasida qiynalishini ko'rishni istamaysiz. Podshohim, yo bizni jangga boshlang, yo bizni javobimizni bering. Biz boshqa biron dargohga borib bosh urg'aymiz. Agar shahzoda Darussaltanani ilgiga kiritsa, yolg'iz bizni emas, farzandu ayollarimizni ham sog' qo'ymas. Buni ham shar'iy hukmdorga bo'lgan sadoqatimiz uchundir. Shuni bila turib, qo'l qovushtirib turgandan ko'ra, o'zgalar huzuriga borib bo'lsa-da, farzandlarimiz hayotini asrash bizning vazifamiz emasmi? Unda demang, Amir Sulton Shoh. Aslo unda demang. Adolatparvar podshohimiz g'oyatda to'g'ri tadbir topishlariga ishonurman. Bizning vazifamiz mamlakatni parchalamoq orzusida bo'lganlarni ayamay yo'qotmoq. Podshohimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz deb qilgan ahdimizni halol, bir tomchi qonimiz qolgunga qadar o'tamoq. Ammo shu
shu lahza bir haqiqat ayonki, yurtning qismati qora quvvat changalida qolgan ekan, saltanatning, ilmu urfonning, ezgulikning qismati sizning qo'lingizdadir. Agar mamlakat zulm, saltanat adovat, ilmu urfon jaholat changalida qolmasin desangiz, qora quvvatni bo'g'ovga solmoq kerak. Haq gap. Mirzo Abdulatif o'ylamay netmay ish tutadigan serzarda dag'al yigit. Yurtni unga bermaslik kerak. Jang qilmoq kerak, jang. Ishonchim komil. Agar siz toji taxtni o'z ixtiyoringiz bilan topshirib, evaziga marhamat kutsangiz, adashasiz davlatpanoh. Shahzoda bakovullari oxir oqibat joningizga qasd qilmay qo'ymaydirlar. Ne bo'xtonlarni so'zlamoqdasiz? U hech qachon o'z padari joniga qasd qilishdek jinoyatga qo'l urmas. Bunday shubhalarga yo'l qo'ymang. Bu shubha emas, Shahriyor. Shubha emas. Sizdan jafo ko'rdim deb yurganlar ozmi? Shahzoda taxtga o'tirishi bilan ular sizdan xun talab qilmasinlar. Axir dunyoda diyonat, oqibat, shariat degan narsalar bor. Ularni xatlab o'tish oson emas. Ular daryodan xatlab o'tgandek, siz aytgan narsalar ustidan ham xatlab o'tirlar. Ularning o'z adolatlari, o'z diyonatlari bor. Bas yetar. Boboqsang, g'azabimni qo'zg'amang. Ortiq bunday gaplarni aytishdan tiyiling. Meni gapirishga majbur etdingiz. Shahzodaning asl niyati toji taxtni olishi bilan sizni o'ldirmoq. Amir janoblari, siz bu gaplarni xuddi o'z qulog'ingiz bilan eshitganday so'ylaysiz. Agar biror gapdan xabaringiz bo'lsa, ayting. Mana sizga shahzoda niyatining dalili. Nima bu? Bugun tunda kesh yo'lda qo'lga olingan chopar etigining qo'njidan topildi. Ming afsuskim, qo'lga olingan chopar Ko'ksaroyga yetmay o'ldirilgan. Shu bois maktub kimga atalgani sirligicha qoldi. Choparni kim o'ldirdi? Noma'lum. Bog'i shamol yonidan o'tib ketayotganda panadan turib otilgan o'qdan nobud bo'lgan. Vijdon deysizmi? Vijdonlari bo'lganda edi, ular shar'iy podshohga tig' ko'tarib kelarmidilar? Shariatmi? Ular shariatni ham, dini islomiyani ham o'zlaricha talqin etirib, o'z manfaatlari yo'liga xizmat qiladirlar. Va mana bu yerda o'tirgan Shayxul Islom bilan Qozi Kalon janoblarni ham o'limingizga fatvo berishga majbur etarlar. Bizga tuhmat qilmang, Amir. Shakkoklikning ham haddi bor. Men umrim bo'yi adolatga xizmat qildim. Bundan keyin ham inshaalloh xuddi shunday bo'lay. Meni majbur qilsalar ham, bo'ynimga qilich ursalar ham, nohaq qon to'kiladigan hech qanday qog'ozga muhrimni bosmayman. Ular bolalaringizni o'rtaga qo'yurlar. Ko'z oldingizda ularga azob berurlar va siz ham muhringizni bosishga majbur bo'lgaysizlar. Minbat. Terimni shilsalar ham men do'zax azobiga eltuvchi yo'lga kirmasmen. Kama huwa haqquhu. Qal'a dorug'asi kesh kalitlarini Abdullatifga qo'sh qo'llab topshiribdi. Biz ko'makka yuborgan qo'shin jangga kirmay Davon tomon chekingan. Mabodo Sulton Ulug'bek shahardan tashqariga chiqqudek bo'lsa, qaytib kirishiga izn berilmasin. Maktub qalbaki bo'lmasin tag'in.
Yo'q. O'g'limning muhri bosilgan. Bu maktub tasodifan qo'lga tushmaganda ehtimol hamon siz bizning so'zlarimizga ishonmas edingiz. Ha. Bu Abdullatif dastxati. Muhr ham uniki. Xotki shu meni o'g'lim bo'lsa. Tug'ilgan onimdan qora bashorat la'nati ostida yashadim. Bolaligimda yo'q qismatimdan o'kindim. Keyin meni o'zingizdan uzoqqa qirotga onangiz huzuriga jo'natdingiz. Taqdirning qaro yozig'ini qarangkim. Mening bibim, sizning onangiz kecha-yu kunduz meni sizga qayradi. Malika-i onamiz Surayyo yulduzidek beomon edilar. Ammo men sizni behad suyardim. Bor vujudim ila sizga intilardim. Inimni boshini silagan qo'llaringiz bilan mudom meni ko'ksimdan itardingiz. Men ham seni suyardim. Vaqti qaro farzandim. Munajjimlaringiz tinmay quloqingizga shipshidi. Sizni kushandangiz shu o'g'lingiz. Zinhor yaqin yo'latmang dedi folchilaringiz. Kechir kufrimni ey Xudoyim. Oxir oqibat men ham bunga ishona boshladim. O'zimni ishontira boshladim bu so'zlarga. Siz meni ishontirdingiz bu so'zlarga. Hasrating menikidan ham og'ir ekan-ku, bolam. Ixtiyoriddin qal'asidagi xazinamni tortib olganingizda o'rtanmadim. Tarnob jangida Nusrat tug'ini Abdulazizga berganingizda ham o'rtanmadim. Mudom shubhada yashaganimdan ham o'rtanmadim. Ishapurda hastalanib yotganimda Abdullatif hiyla ishlatyapti. Menga qarshi fitna tayyorlayapti deb zudlik bilan kelishimni talab etdingiz. Meni xasta holimda zambilda ko'tarib kelganlaridan o'rtandim. Shunda men dunyo shubhadan iborat ekanligiga iymon keltirdim. Hamma narsani shubha ostiga oldim. Afsus. Ishonib yashaganingda seni qanchalik suyganimni bilarding. Bu dunyoda adolat, mehr, muhabbat, ezgulik degan narsalar borligini ham bilarding. Shularga ishonib oqibatingiz nima bo'ldi, padari buzrukvor? Men sizga achinaman. Siz ishongan ilm-urfon, siz sadoqat qilgan adolat qoida ojiz bo'lib chiqdilar. Ular mening qilichim, amirlaringiz xiyonati oldida ojiz qoldilar. O'g'lim, oyog'ing ostiga qara. Minglab ko'zlar senga termuladur. Ularni toptab o'tma. Ko'zlaring toji taxt shuuridan ko'r bo'lib, ularni xor etma. Ikimizning ham boradigan joyimiz bir. Nasibamiz bir hovuch tuproq. Kuni kelib, ikimiz yonma-yon yotirmiz. O'shanda ko'zlarimga qanday qaraysan?
o'shanda menga nimalar deysan? To'g'ri. Borar joyimiz ham, qismatimiz ham bir. Ammo men endi yo'limdan qaytmayman. Xudo bir, ahd paymon bir. Sizga qarshi bosh ko'targan ekanman. Qismatim shu ekan. Men ila jang qilasizmi? Qonimni oqizasizmi? Ixtiyoringiz. Men daryodan kechib o'tdim. Men yo'lda men, ota. Abdullatif. O'g'lim. Amir bobo Husayn. Nechun bu maktubni bizdan pinhon tutdingiz? Shubha-yu gumon battar ortmasin dedim, davlatpanoh. Maktub Dorus saltanatdagi amirlardan biriga yozilganiga shak shubha yo'q. Siz, Amir Mironshoh, bu haqda nima deysiz? Shahar dorug'asisiz, kim shaharga kiradi, kim chiqadi, barchasidan xabardorsiz. O'limdan xabarim bor, ammo bu gapdan xabarim yo'q. Men podshohimga sirtqi dildan xizmat qilib kelyapman. Bundan keyin ham sus. Choparni o'ldirilgani chatoq bo'libdi. Endi xiyonatkor kimligini aniqlay olmaymiz. Ammo maktub shundoq munofiqlar oramizda ham borligidan ishoratdir. Ishorat emas, ayni haqiqatdir. Andishani qo'yib ayturmen, jinoyatning bosh ildizi shu yerda. Dorus saltanatida ham bo'lmog'i mumkin. Shahriyor, so'nggi bir gapim bor. Eshitsinlar. Shahzodaning bu yerdagi quloqlari qani eshitsinlar. Agar u sizning joningizga qasd qilsa, Parvardigor haqqa aytaman, men uni sog' qo'ymasman. Ulnobakor Nizomiy hazratlar aytgan hikmatni unutmasin. Shoh bo'lmas otani o'ldirgan odam, oshmas oldoydan agar bo'lsa ham. Und ichamanki, agar shahzoda qoningizni oqitsa, aning podshohligi 6 oyga ham yetmas. Men uni mana shu qo'llarim bilan o'ldiraman. Ha, o'ldiraman va kallasini siz tiklagan madrasa peshtoqiga ilgayman. Joningizda qilchi umidingiz bo'lsa, endi tiyiling. Tilingizni kesing, tamom gung bo'ling. Men kim? Samarqand Dorus saltanatida Ulug'bek so'zim. Amirlarga amrimni yetkazing. Jang hozirligini ko'rishsin. Erta tongda yo'lga chiqurmiz. Jang qilurmiz. Iblis ko'zlari bilan jang qilurmiz. Qaroringiz muborak bo'lsin, sultonim. Inshaalloh g'ayratingiz samarasiz qolmas. Shu paytgacha dilimiz zimzimistonday tun edi. Endi uzoqda umid shami yondi. Yo'q, endi uzoqda qilich,
qon, o'lim shamchirog'i ko'rindi. Yer ostidan sudralib chiqayotgan yovuz kuchlarning tantanasi boshlangandek to'rt tomondan yovuzlikning vishillashi eshitiladi. Ey Alloh, nechun menga bu qadar shum qismat ato etgan ekansan? Nechun aziz volidam ila sevgan farzandim menga bunchalik beayov bo'lishmasa, o'limimni qora quzg'undek bu qadar istashmasa, nega, nima uchun? Nahotki mehr va muhabbatning javobi riyokorlik bo'lsa, oqibat shafqat, muhabbat bo'lmagan gap bu dunyoda yolg'izgina berahmlik hukmron bo'lsa. Axir issiqdan qaqshagan yerga ob rahmat bo'lib quyilgan yomg'irdan keyin toshdek qotgan zamindan chechaklar unadi. Quyosh issig'idan tikanli navdalarda atir gullar ochiladi. Meni farzandlik va otalik mehru muhabbatimga esa shu qadar riyokorlik. O'zingni bos. Nima bo'ldi? Saroyda josus xufiyalar bor. Ular meni ta'qib etib, bosgan izlarimdan iskab yuribdilar. O'zing ko'rdingmi? Ya senga shunday tuyuldimi? Hozir biroz ko'zim ilinib, tush ko'ribman. Qarshimda nihoyatsiz choq paydo bo'lgan. Choqning bir tomonida amirlaringiz, bir tomonida siz u men turgan emishman. Bir payt qarasam, o'zimni dahshatli choq tagida ko'rdim. Dilimga g'alayon tushdi. Oromim ketdi. Otajon, biz ikkovimiz josus va sotqinlar qo'rshuvida-biz. O'zingni qo'lga ol. Bu sen ortiqcha ichgan sharob ta'siridir. Otajon, tavallo qilaman. Boshimdan valiahlik tojini olib tashla. Bor! Sohibqiron bobay mozorini ziyorat qil. Tiriklar so'zi senga ko'mak bermasa, zori marhumlar ruhi bilagingga quvvat, dilingga shijoat baxsh etsa. Bor! Faqat yig'lama. Mardona bo'l. Xudoyim oldida nima gunoh qilgan ekanman? Jahan
bitti firak cebrini tortmakka Ertaga urushga ketyapman. Kim biladi qismatda ne bitilgan. Podshohim omon bo'lsinlar. Yolg'iz qolsam, xayolan qo'shiqlaringni tinglayman, to'yjon. Ammo seni yonimga chorlashga imkon yo'q. Olam panoh. Agar jonim chiqar payti chorlasangiz ham huzuringizga yetib kelgan bo'lardim. Mungli ko'zlaringni yerdan uz, mendan-da uz. Falakka tikil, yulduzlarga boq. Bo'lmasa sening yuraging ham xuddi menikidek tosh qotadi. Shunda sen ham o'limni najot deb o'ylab qolasan. O'lim haqida o'ylamang, olam panoh. O'limni o'ylamak undan qo'rqmak emas, hayotni sevmakdir. Inson sevgohni yaratgan ekan, o'limni anglaganidir. Bale to'yjon, bale. Zehningga balla. Sen xonish qilgan sevgohga quloq tutib o'tirgan kezlarim, yuragimni kaftimga olib tomosha qilgandek bo'laman. Sevgoh alamim sirqirab og'rigan jonimga o'xshaydi. Ustoz! 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 Bu yog'i nima bo'ladi? Buyog'i. Buyog'i? Ali. Senga aytadigan bir tilagim bor. Ne tilak bo'lsa bosh ustiga ustoz. Tangri shafoatidan umidim yo'q emas. Ammo eng achchiq gumonlar haqiqatga aylansa, rasaddagi qo'lyozmalar va kitoblarni asrab qolish yo'lini tutgil. Men ularni allaqachon ishonchli joyga joylaganman. Ular meni xotiramda joy bo'lgan. Yaxshi, yaxshi. Ammo inson xotirasi joni uzilguncha ustuvor. Kitoblar esa insoniyatning abadiy xotirasidir. Ular bor, bu xotira abadiy. Ali, men senga yuklayotgan vazifa nechog'lik xatarli ekanligini fahmlayapsanmi? Alqissa bu ishda o'ta ehtiyot bo'lishingni maslahat beraman. Kamina amringizni qaytarishdan kundaga bosh qo'yishni afzal bilurmen. Amrim emas, tilagim. Balki vasiyatimdir. Kundaga bosh qo'yish oson. Men senga undan og'irroq vazifani yuklatirman. Agar biz shubha qilgan voqealar yuzaga chiqsa, mendan voz kech. Nomimni qoralashdan to'xtama. Ha, ustoz. Ha, mendan voz kech. Nomimni qorala. Faqat kitoblarni,
kitoblarimni qutqar. Yolg'on bilan haqiqat o'rtasida qanday farq borligini bilasanmi hali? Biz yolg'onni mehr ila yuragimizda ardoqlab yuramiz-u, uni saqlab qolishga ojizmiz. Haqiqatni esa qancha nafrat bilan quvmaylik, u yana qaytib kelaveradi. Buni qaraki, men necha 10 yillab bino qilgan ilm va ma'rifat qo'rg'onini yakson qilish mumkinligi ming afsuski haqiqatga yaqin bo'lib qoldi. Alloh ko'rsatmasin. Ha. Shuning uchun eng kutilmagan, eng dahshatli kunlarga tayyor turaver. Aql javohirlaridan to'plangan boylikni senga topshirdim. Seni esa Xudoga. Menga vido so'zini aytayotgandek bo'lyapsiz, ustoz. Ana. Ilkingda bor imkoniyatdan foydalanib ko'rki, bu boylik avlodlarga yetib borsin. Yulduzlarga boqsam, hayollarim, alamlarim, shubhalarim tarqab ketgandek. Ozmi ko'pmi ko'rgan shodliklarimni, nihoyatsiz hasratlarimni, qalbimning najotsiz umidlarini, tiriklikka bo'lgan mehr muhabbatimni yolg'iz yulduzlarga to'la, cheki chegarasi yo'q koinot tushunib yetgandek. Dardim yengillashgandek, o'zligimga qaytgandek bo'laman. Yulduzlarga qara hali. Qanday chaqnab porlaydirlar. Badniyatlarning ezgulikni yo'lini to'sishga urinishlari mana shu yulduzlarni o'chirishga urinishday bir gap. Ular so'ngan yulduzdan nom-nishon qolmaydi. Yulduz o'chgach, uni falak o'z qora qa'riga tortib ketadi deb o'ylaydilar. Yulduz o'chsa, uning nuri, shuuri ham so'nadi deb xayol qiladilar. Bilmaydilarki, yulduz so'ngan taqdirda ham uning shuuri ming yillar davomida to yerga singib ketmagunga qadar chaqnab porlab turaveradi. Mana kaftimni yoritib turgan mana shu shuur balki Batlimuz yo Beruniy hazratlarining zamonidan kelgandir. Hali senga aytadigan so'nggi so'zim bor. Bil, bu dunyoda ikki hokim bor. Biri qilich, biri tafakkur. Ular o'zaro beomon, beayov jang qiladilar. Oxir oqibat tafakkur har doim qilich ustidan g'alaba qozonajak. Nahotki ustoz? Ha. Ammo g'alabaga qadar tafakkur necha marta xo'rlanadi, necha marta mahv etiladi. Mana hozir falakda Alg'ul yulduzi ko'rinmaydi. Koinot uni o'z qora qa'riga tortib ketgandek. Ammo bir necha kun o'tar o'tmas, u yana o'z joyida chaqnab porlab turaveradi. Va bu falak kajraftorida doimo qaytarilgan. Shu topda
Segohni tinglagim keldi. Ali. Janozam o'qilgan payt mabodo boshimda bo'lsang, ayt. Segohni kuylasinlar. Shunday aytsinlarki, ovoz avjida armonlarim torlari uzilsin. Shunday aytsinlarki, bu dunyoda zulm, hirs, xiyonat yo'liga kirganlar dahshatga tushsinlar. Bir 1449-yil 19 sentyabr kuni Samarqand yaqinidagi Dimishq qo'rg'oni tarafida Ulug'bek Mirzo bilan Abdulatif Mirzo o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Dastlab qo'li baland kelib turgan Ulug'bek ba'zi amirlarning xoinligi bois yengiladi. Xiyonat yo'liga kirgan Samarqand qutboli Amir Mironshoh Ulug'bekni shaharga kiritmaydi. Panoh izlab borgan Ulug'bekka Shohruxiya hokimi ham sotqinlik qiladi. O'sha yili oktyabr oyida Qo'g'indi shoh hokimiyatni Abdulatifga rasmiy topshirish maqsadida Samarqandga kiritiladi. Lekin Abdulatif Ulug'bek dushmanlari qutqusi bilan otasini haj safariga ketishiga majbur qiladi. U shahardan chiqishi bilan avvalgi valiahd shahzoda Abdulaziz otaga bergan va'dasiga qaramay akasi tomonidan jallod qo'liga topshiriladi. Mirzo Ulug'bek esa Makka safari yo'lida hali Samarqand hududidan uzoqlashmasdan turib, Abdulatifning Abbos ismli alamzada navkari qo'li bilan vahshiylarcha boshi tanasidan judo etiladi. Ulug'bekni qatl etish to'g'risidagi fatvoga qo'l qo'ymagan qozi Kalon Shamsiddin Muhammad Miskin Ulug'bek qazosidan 2 hafta o'tar o'tmas bu yorug' olamdan ko'z yumadi. Uni zaharlab o'ldirishgan degan gumonlar ham yo'q emas. Abdulatif qirg'inidan bir iloj qilib omon qolgan Shayxul Islom Burxoniddin qisqa vaqt ichida Abdulatifdan bezor bo'lgan ruhoniy va amirlarni bir yerga yig'ishda rahnamolik qiladi. Oxir oqibat fojiadan 6 oy o'tib, Padarkush Abdulatif Ulug'bek Mirzoning sodiq kishilaridan biri Bobo Husayn Bahodir tomonidan qatl etiladi. Ulug'bek to'plagan, ijod qilgan ilm xazinasining bir qismi Ali Qushchi boshchiligidagi olimlar tomonidan saqlab qolinadi. Lekin Ulug'bek Mirzodek murabbiysidan ayrilgan rasadxona yillab qarovsiz qolib ketadi. Xonliklar orasidagi tinimsiz urushlar, tez-tez bo'lib turadigan qahatchilik, qurg'oqchilik, kuchli zilzilalar kabi tabiiy ofatlar uni tuproqqa ko'mib yuboradi. Keyincha uning qolgan qutgan qismi johil gumrohlar tomonidan tamoman buzib tashlanadi. Jumlai jahon tahsiniga sazovor bo'lgan rasadxona yo'qlikka yuz tutdi. Falakda yonib turgan Ulug'bekning hayot yulduzi bevaqt so'ndi. Ammo olim umrini bag'ishlagan so'nmas yulduzlar orasida u dunyo fani va tafakkurida yoqqan sharaf yulduzi ming yillar osha porlab turgusidir.